Qanday atmosfera yoqyaptimi? Ha, juda ham zo'r. Zo'r bo'lyapti, xudo xolasa. Ichib olaylik mayli. Bo'ldi. Qarang, men bitta savol qiynayapti hozir. Xo'p. Lag'monni nimaga imminni odamlar orasida gapiradi? Yolg'on gapirgan odam lag'mon ilyapti quloqqa deyishadi. Endi boshqa taom emas. Menimcha lag'mon juda ham uzun bo'lganligi uchun anaqa Yolg'on yolg'onlarga ham uzun juda ham uzun bo'ladi. Bitta yolg'on gapirilsa ketib uzilmaydi. Shuning uchun menimcha lag'monga o'xshatish kerak. Bo'lsa kerak. O'zingiz qaysi taomni yaxshi pishirasiz? Men Faqat to'g'risini kuydirmasdan, yo'q, shundan endi boshqa. kelin bo'lgan hamma ovqatlarni yaxshi tayyorlashni bilishadi. Imminni viloyatga, Surxondaryoga tekkanligim uchun go'shtli ovqatlarni juda ham yaxshi tayyorlayman. Yaxshi. Keyingi yili Pepsi Lazzatli Festda qaysi taom rekord o'rnatishni xohlaysiz? Osh qilishgan. Somsa ham bo'ldi, lavash bo'ldi. Somsa ertaga bo'ladi. Ha, xudo xolisa. Lavash bo'ldi. Mana bugun lag'mon bo'ldi. Endi chuchvara bo'lsa juda mayda. Bilmayman lekin shashlik bo'lsin balki. Shashlik mayli. Shashlik Mayli, shashlik bo'la qolsin. Harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling, charchamang, tinch bo'ling. Xo'p, rahmat.